Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Dana ustozman, Kamranbekning ustozi. Ha, işte yaxshimisan? Shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimi, Kamranbek yaxshi? Havangiz yaxshi. Bugun mendan 5 baho oldi. Bo'ladi. Shuning uchun sizga rahmat aytish uchun turibmiz biza. Bo'ladi. O'qish tezligi bo'yicha 2-o'rinni oldi 98 so'z o'qib. Tushfaram. Shuning uchun sizga urib turibman men rahmat aytish uchun. Rahmat. Sizlarga rahmat. Shunda o'qib turganlaringiz uchun. Rahmat, sizlar ham sog' bo'ling. Jim bo'lamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Men Anamoyning ustoziman. Dam ustoziman. Siz oldinglar Dona doktorlar yaxshimisiz? Shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Allohning yaxshimi? Shukr, rahmat. Men sizlarga rahmat aytish uchun urib turibman. Ha? Anamoy eng ko'p so'z o'qidi sinfimiz bo'yicha. 123 so'z o'qidi. Rahmat yaxshi. Sizlar ham rahmat o'yda shunday nazorat etib turganlaringiz uchun. Yaxshi, Remaja, yaxshi sog' bo'linglar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Sabrina ustozidan ustozman. Tanidim. Yaxshimisiz? Ishlar bilan xorman? Yaxshi, rahmat. Sizdan xorman. Bor bo'ling. Men rahmat aytish uchun urib turibman sizga. Rahmat. Havan 100 so'z o'qidi bugun. Sinf o'quvchilari bo'yicha yaxshi so'z o'qidi, ko'p so'z o'qidi. 1 minutda 100 so'z o'qidi. Shuning uchun rahmat aytish uchun urib turibman sizga. Yaxshi. Men o'zimni yomon qilmagandim. Yo'q. Uyda shunday nazorat etib turing. Bo'ladi, yaxshi. O'zga yaxshimi yoki? Havan yaxshi. Bo'ladi, yaxshi. Sizga rahmat. Yaxshi, sog' bo'ling. Yaxshi. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat.